Xo'p, assalomu alaykum qadrdon do'stlar. Salomatmisizlar? Sizlar bilan Feruz Poland, Polshadan, Varshavadan gapiramiz. Bu videoyim ko'pchilikka ma'qul kelmasligi mumkin. Bir narsani eslatib o'taman. Polshada, Varshavada kelyapsiz. Bitta ishga оформление bo'lganingizdan keyin o'sha ishga siz qolib ishlashingiz kerak. Chunki hozirgi kunda nalog, ya'ni to'lamasangiz Polshada, Varshavada sizni o'sha dokumentlaringizni dalshi radded qilishingizga va to'g'ri olib borishingizda qiynalasiz. Chunki bitta ishga qo'yildingizmi, o'sha ishni siz оформление bo'lganingizdan keyin o'sha оформление bo'yicha ishlasangiz sizga yaxshiroq bo'ladi. Eslatib o'taman, ertaga 1-iyundan keyin Polshada polskiy vizalardan tashqari boshqa davlatning vizalari bilan karta pobidaga podacha qilib bo'lmaydi. Ko'p hollarda ko'p agentstvalar aytayapti bu narsani. Boshqa davlatning ID kartalari bo'lsa, может olamiz ishga, lekin vizalari bilan emas. O'sha uchun hujjatlaringizga ehtiyotkor bo'linglar va o'zlaringizni o'sha bitta оформление bo'lgan ishingizda ishlashlaringizni taklif qilaman. Shaxsan men hozir оформление bo'yicha ko'plab odamlarni qo'yamiz, ishga оформление bo'lyapti-da va keyin уже ketib qolyapti. Bunaqa holat juda ham ko'p bo'ladi Polshada, Varshavada. Bizning o'zbeklarimiz, даже ko'plab agentlar bor. O'sha agentlar orqali ishga kelgandan keyin boshqa ish izlab qoladi. Eslatib o'taman, bu narsa sizlar uchun juda ham og'ir bo'lishi mumkin. Endilikda karta pobidaga topshirgandan keyin naloglaringizni to'lamasalaringiz, legal основаниеda yurmasalaringiz bu sizlarga juda ham qiyinroq bo'ladi. Hozir odamlarni ishga оформление qilyapmiz. Bu ishga оформление bo'lib, holat unaqa ekan, holat bunaqa ekan deb ketgandan keyin o'ziga minus bo'lib qoladi. Bu videoyimni shunaqa odamlarga yetkazib qo'yinglar. Sizlar bilan Feruz Poland, Polshada, Varshavada ko'rishguncha salomat bo'lasizlar.